Assalomu alaykum, qadrli Islom Mobile obunachilari. Bugun biz sizlarga S flagman bo'lgan idealniy sostoyaniyada S26 Ultra, S25 Ultralarda zo'r holatdagisini obzorini qilib beramiz. Narxlarimiz o'ta ham arzon narxda bo'ladi. Xo'p, bizning manzilamiz juda ham ko'pchilik so'rayapti, ya'ni tanishtirib o'tamiz. Manzilamiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shaharining sentrida joylashgan Xonaqoh masjidining ro'parasidagi Islom Mobile telefon magazini. Farg'ona viloyatida yashovchilar bo'lsa, xohlovchilar kelib magazinimizdan telefon tekshirib olishlari ham mumkin. Qolgan 11 ta viloyatga esa dastavkamiz mutlaqo bepul bo'ladi. YouTube kanalimizdan ko'rib xarid qilishlaringiz mumkin. Telegram kanallarimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Smartfonlarni kunda qo'yib boramiz. Unda biz boshladik. Qaranglar, Z Fold 6 smartfonni olib kelganmiz. Bitta ulashda kontaktli smartfon bo'ladi. Oldi ham sensor bo'ladi. Bitta ochganda trading akalarimiz uchun juda ham qulay ishlatishga, ayniqsa kino ko'rgani ham. Xo'p, korobka dokumentlari bor. Koreyskiy variant idealniy sostoyaniyada narxi $810 ga O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Idealniy holatlarga baho berib beringlar. Hech qanday shilinib qirilmagan zo'r holatda. Kontaktli smartfon hisoblanadi. Xo'p, S26 Ultra so'rayotgan aka-ukalarimiz uchun e'tibor qilinglar. Ataga bir hafta 10 kun ishlagan tiniq qora svet korobkalari bilan turibdi. Bitta sim, bitta eSIM o'tgan va blue sveti, yangi chiqqan svetidan ham bor. E'tibor qilinglar, smartfon o'ta ham nok holatda, tiniq. Buni narxini $1050 dan olishlaring mumkin. Xo'p, 512 ga 256 bo'ladi va S26 xohlovchilar uchun vakuum ham bor. Ochilmagan, o'z qo'llaring bilan ochib olasizlar. Narxlarini $1170 qilib beramiz. Bir hafta 10 kun ishlaganlarini esa 1050 dan olishlaring mumkin. Xo'p, S25 Ultra so'rayotgan aka-ukalarimiz uchun 12 ga 512 natural svet. Hech qati shilingan, qiringan joni yo'q. Korobka dokumentlari ham bor. Ishlagan bo'lsa, 1 oy, 2 oy ishlagan smartfon 512, 12 ga va 12 ga 256 talik. Holatlari zo'r holatda, e'tibor qilinglar. Yo'llarini ko'rsatib o'taylik. Smartfon nok. Korobka dokumentlaridan turibdi. Xo'p, 512 talik $870 qilib beramiz. 256 talikda $845 qilib beramiz va S25 Ultra vakuum oqtarayotgan akalarimiz bo'lsa, vakuumi ham bor, ochilmagan, o'z qo'llaring bilan ocha olasizlar. 1 yil servis garantalariga ega $1030 ga olishlaring mumkin. S26 ni plus ham kelgan, e'tibor qilinglar. Neobishniy hammaga birdek yoquvchi oq svetda idealniy holatda, hatto telefonnlari ham olinmagan, ochilgan, ishlagan bo'lsa 2 kun, 3 kun ishlagan smartfon 12 ga 256, 512, 12 ga 512 ekan, narxlari $895, svetlari oq svetda. S26 ni o'zidan bo'lsin degan akalarimiz uchun $895 ga S26 ni o'zi. Xo'p, 12 ga 512 talik, bittasi bitta eSIM bo'ladi. O'z qo'llaring bilan ochib olasizlar, zo'r holatda turibdi. E'tibor qilinglar, men sizlarga endi kontaktli smartfon ko'rsataman, Z Fold 7. Bitta buklashda ixcham smartfon bo'ladi. Holatlari zo'r holatda, blue svet. Oldilarida sensorlar, kamerasi ham ishlaydi. Bemalol ishlasalaring bo'ladi, ochmasdan turib. Ochsalaring, neobishniy telefon, zo'r holatda. Narxlari xo'p, $795 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Kontaktli sal arzonroq variantidan bo'lsin deganlar uchun Z Fold 4 8256 ta holatlari yaxshi holatda, bu ham bitta buklanganda ixcham smartfon bo'ladi. Xo'p, bahor oylarida cho'ntagida olib yurishgan qulay. Ochganlaringda esa xo'p, neobishniy svetda, idealniy zo'r holatda 3700 mAh bo'ladi. Narxi $230. S25 Ultra'ni 1-2 oy ishlagani, 6-7 oy ishlaganidan bo'lsin deyotganlar uchun idealniy holatda 12 ga 256, hammasi 5000 mAh. Bitta sim, bitta eSIM o'tgan bo'ladi. Holatlari ko'rsatib o'taylik, zo'r holatda, birorta joyda shilingan, qiringan joylari yo'q. Narxlari esa $825 dan olishlaring mumkin. E'tibor qilinglar. Ishlagan bo'lsa 2 oy, 3 oy, balkim 4 oy ishlagandir, lekin holati haqiqatda zo'r holatda, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. 12 ga 256, 5000 mAh. Bitta sim, bitta eSIM, ikkita sim kart taqilib bemalol ishlasalaring bo'ladi. Xo'p. 25H 12 ga 512, 3900 mAh eSIM, bitta eSIM, bitta sim karti. Idealniy zo'r sostoyaniyada
$610 ga dastavkasi mutlaqo bepul ichida yetkazib beramiz. Smartfon kontaktli smartfon, juda ham ixcham. 17 Air'ga o'xshagan juda ham nozik smartfon. Xo'p, S23 Ultra idealni zo'r holatda birorta joyda shilingan, qilingan, petnovlari yo'q. Idealni zo'r saksiyonada 12 ga 256. Seriozniy qora svetda narxlari $510. O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul. S22 so'rayotganlar uchun qora va shunaqangi bardoviy svetda bor. 12 ga 512 va 12 ga 256. 12 ga 512 qora sveti, bardoviy 12 ga 256. 5000 match. Xo'p, bitta sim kartali koreyskiy varianti $395 ga 512 tarisini, $375 ga 256 tarisini olishlaring mumkin. S21 Ultra o'zidan so'rayotganlar uchun xo'p, 12 ga 256 5000 match, natural svet, idealni zo'r holatda, birorta joyda petnov nuqtasi yo'q. Smartfon Nokia $315 yetkazib beramiz. Xo'p, S20 Ultra'ni o'zidan deyotganlarga 12 ga 256 5000 match, o'zlarining legendalari. Ekranida kamerasida sal chizilgan joyi bor ekan, qolgan joylari tiniq bo'lib turibdi. Bir ko'rsatib qo'yasiz. Narxlarini $255 edi. Shuni hisobiga $245 qilib beramiz. Xo'p, navbatdagi smartfonimiz S24 Plus. 12 ga 256 4900 match, bitta sim, bitta eSIM o'qiydi. Holatlari zo'r holatda, birorta joyda petnov nuqtasi yo'q. Xo'p, buni narxini chegirma narxda $435 dan olishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul yetkazib beramiz. S22 Plus so'rayotgan aka-ukalarimiz uchun, opajonimiz, onalarimiz uchun shunaqangi pushti sveti va salafallari olinmagan to'rtta tarafda ideal zo'r holatdagisi keldi. 8256 bo'ladi, 4500 match bilan jihozlangan, bitta sim kartali bo'ladi. Xo'p, pushtisini $265 qilib beramiz. Bunisini $295 qilib beramiz. E'tibor qilinglar, smartfon zo'r, nok holatda. Birorta joyda petnov nuqtasi yo'q. S21 Plus o'zidan so'rayotganlarimiz, aka-ukalarimiz uchun salafallari olinmagan zo'r holatda, tiniq. 8256 4800 match bilan jihozlangan. Bitta sim karta bo'ladi, bu ham koreyskiy variant. $235-240 sotyapti. Sizlar uchun 225, borgani $220 ham qilib beramiz. Chegirma narxda. S20 Plus bir donagina zo'r kelib qoldi. E'tibor qilinglar, tiniq holatda, narxlari hamyonbop $195 ga olsalaring bo'ladi. 12 ga 256 bo'ladi, 4500 match bilan jihozlangan, aytib o'tish esdan chiqib. S24 o'zidan deyotganlar 8256 4000 match bilan jihozlangan, bitta sim, bitta eSIM o'qiydi. Holati zo'rini olib kelib qo'ydik, mana sizlar uchun. Petnov nuqtasi yo'q, zo'r holatda $415 ga olsalaring bo'ladi. S22 ni opamga yo onamga sovg'a qilaman degan akalarimiz uchun qaranglar, to'la tomoni salafallari olinmagan smartfon xuddiki yangidek holatda bo'lib turibdi. Birorta joyda petnov nuqtasi yo'q. Holatlari zo'r holatda 3700 match bilan jihozlangan bo'ladi, 8256. Xo'p, buni narxini men sizlarga $255 qilib beraman. 280, 275 sotish kerak bo'lgan bir paytda $255 yozalaring bo'ladi. S21 da o'zi qora svetda, yaxshi holatda. Xo'p, 8256 4000 match bilan jihozlangan bo'ladi. Buni narxini $195 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Ko'pchilik S14 Max kerak, 14 Max bormi olamiz deyotganlar uchun ikki donagina zo'rini olib kelib berdik. Purple svetda holatlari. Xo'p, bunisi B+, bunisi A holatda. Ikkita sim kartali za region, ikkita sim karta 128 talik. Bemalol ikkita sim karta solib ishlatsalaring bo'ladi. Narxini $575 qilib beramiz. Xo'p, bunisi koreyskiy variant bo'ladi. Orqa kirishga oldi steklo almashgan, shuni hisobiga narxi $480. Bittasi bitta eSIM o'qiydi. Xo'p, 128 buni ham joyi. Hamma joyi zo'r holatda, shu yerda ozgina latlagan joyi bor, u ham shilingan. Ko'rinayotgan bo'lsa, sal shilinib qolgan xolos. Orqa kirishga originali qo'yilgan, oldi steklo ham originali qo'yilgan. Shuni hisobiga $480 ga olishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul yetkazib beramiz.
Xo'p, 13 Pro so'rayotganlar uchun korobkaliklarini olib kelib qo'ydik. Xo'p, 13 Pro'larda e'tibor qilinglar. Qora va seda blue svetda 256 talik bo'ladi. Yo'nkichlar 80 dan baland, holatlari zo'r holatda. Narxlari xo'p, 300 yo'q, 415 dollardan 455 dollargacha chiqadi. Telegram kanalimizdan yozsalaring, videolarini qilib, to'lovlar tomonidan orqa oldini video qilib tashab beramiz. O'zlaringga ma'qul kelganini tanlasalaring, narxlarini aytamiz. Bunisi buncha, bunisi buncha deb. Yana bitta qorasini ko'rsatib o'tib ketaylik. Salafallari olinmagan, yaxshi holatda, e'tibor qilinglar. Narxlari zo'r. Xudo xolasa, obzorlarimiz yoqdi degan umiddamiz. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun ham kattakon rahmat. Kamchiliklar o'z Telegram kamchiliklarda kommentariyaga yozib ketinglar. Albatta, xatolar to'g'rilashga harakat qilamiz. Keyingi videolar ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Like va obuna bo'lishni unutmanglar. Bu videoni eng arzon smartfon oqtargan do'stlaringizga jo'natib beringlar.